Sizga 10 seans lazer kerak emas, sababini quyida keltiramiz. 3 ta muolaja bir umrga yetadi degan gap ham to'g'ri emas. Aniq natija uchun bizning apparatda o'rtacha 6-8 muolaja zarur. Shundan so'ng tuklarning 90% yo'qoladi. Uxlayotgan va boshqa o'sish fazasidagi faollashayotgan tuklar qoladi. Shuning uchun ham orzudagi mukammal natijaga erishish uchun yana 2-4 muolaja zarur bo'ladi. Ba'zida silliqlik 4 muolajadan keyin ham paydo bo'ladi. Agar tuklar kam bo'lsa, tezroq ta'sir qiladi. Ba'zilar uchun jarayon 10 tagacha muolajaga cho'ziladi. Bu ham normal holat. Bu lazerning samaraliligiga bog'liq emas, balki fiziologiya, gormonal fon va tuklarning o'sish xususiyatiga bog'liq. Lazer bu bir martalik natija emas, balki uzoq vaqt silliqlik bag'ishlaydigan tizimdir. Izohda kurs deb yozing. Siz uchun shaxsiy muolaja tizimini tanlab beramiz.